Mabodo mashinangizga axlatdini qo'ymoqchi bo'lsanglar, lekin akalar babi qo'yishinglar shart ekan, majburiy ekan. Mana Nexus keldi. Nexusga axlatdini qo'yib berdi. Abduvohid endi bitta gap yuzni olaman. Radnoy zalotoy qo'li gul ustida. Qarang mana shu Nexus nima bilan keldi? Korobkani moyi, Hop. motori suvga o'tib ketganda. Hozir mana endi axlatdini qo'ydirdilar. Endi bu qo'yganlari bunaqa narsalar bo'lmaydimi? Yo'q, endi unaqa narsa bo'lmaydi. Qizib ketdi, suv o'tib ketdi, motori suv bunga o'tib ketdi degan narsalar bo'lmaydi. Korobkani moyi antifrizga o'tib ketgan, to'g'rimi? Bularga yengil bo'pti deb tushundim. Yengil bo'ldi. Ha, agar bu antifriz avtomatga o'tib ketib qolsa, Korobkani yechib, ichini ochish kerak. polniy расход katta bo'ladi. Okalar mana axlatdiniga, lekin bu Abduvohid axlatdini qo'yish majburiy o'zi. Qo'ydirib yuborsa yaxshi bo'ladi. Bunaqa muammolar bo'lmaydi. Muammolar bo'lmaydi. Okalar pastki egalar nomerini yozib qoldiramiz. Shuni alyo desanglar, axlatdinani qo'yib berishadi. Narxini hech pul bilmaysizmi? Yo'q, narxini. Bo'ldi. Alyo desanglar, axlatdini o'zi arzimagan pul. Mana shu Abduvohid degan qo'yib beradilar. Bosinglar.